Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimizdan. Men sizlarga shimli variantdagi trokalarni obzor qilib berganimda ko'pchiliginglar aytdinglar, ko'p bizdagi yubkali variantlarni ko'rsak, biz shimli kiyolmaymiz dedik. Endi sizlarning talabinglarni yerda qoldirmagan holatda eng zo'rlarini obzorini boshlaymiz. Faqatgina bitta sharti tez ulgurib avalish, chunki sonlari kam qavatda sotilish jihatidan mega tezlikda sotiladigan ideal darajadagi trokalarni obzorini boshlaymiz. Qaranglar, birinchi variantimizda fasoni juda chiroyli variantda. Men bu variantimizni o'zini sevgan opa-singillarimizga tavsiya qilaman. Fasonlari risilzor, oldilari zamokli modelda ishlangan. Bu koftichkalarni qaranglar, qanaqangi chiroyli turadi. Yoqalari ham neobechniy variantda. Hammani ustida ko'rmaysizlar, bittagina buni chiroyli qilib kiyaverasizlar. Qaranglar, ustki qismlari shunaqangi nimchali variantda ishlangan. Bu nimchalarni astarlari bor modelimizda. Ko'rsanglar, karmanlari bor. Kavshonkali modelda yoqalarini ko'rsanglar, mo'ynali variantda ishlangan. Mo'ynalarni bemalol olib qo'ysanglar bo'ladi. Orqalari bilan ko'rsatib o'taman. Qaranglar, qanaqangi chiroyli. O'ziga dazmol talab qilmaydi. Kir mashinaga solib yuvsanglar ham sifatida tiq ketmaydigan variantda. Yubkalarni qaranglar. Yubkalarni o'zim sevdim. Modelini ko'ryapsizlarmi? Oldi qismlari shunaqangi tugmali variantda, admanka tugmalar bilan bezatilgan. Yon qismlari cho'nchili modelimizda. Fasoni juda chiroyli, interyersni hammada ko'rmaysizlar. Xullas juda ajoyib, eng zo'rlarini ko'rsatib o'tibman. Qora rasvetkasidan ham olib kelganmiz. Qora rang yoqtiruvchilar tezroq ulgurib avvalinglar. Qaranglar, bu rasvetka ham juda chiroyli turadi. Mazza qilib kiyishli. Bularning hammasi o'zi baraka topib kiyishli. Eng zo'rlarini ko'rsatib o'tibman. Qaranglar, mana yubkalarni ko'ryapsizlarmi? To'kilib turadi, qomatinglarni bilintirib qo'ymaydi. Keyingi modelimizda egnimga kiyib olgan rasvetkani ko'rsatib o'taman. Fasoni juda chiroyli. Bularni ko'rsanglar, ichki qismlari korishneviy bo'ladi, ustki qismlari shunaqangi chiroyli, o'ziga moslashtirilgan ko'ryapsizlar. Karmanlari bor modelimizda, qo'l qismlarini ko'rsanglar, rezinkali variantda, ichki qismlarini ham yenglari bor modelda ko'ryapsizlar. Mato yumshoq, yengil, badanga yoqimli variantda ishlangan. Bularni ko'rsanglar, kavshonkali modelimizda, ichlari astarli ko'rsatib o'tibman. Yubkalarni ham qaranglar. Yubkalari ham kengina ishlangan. Bularning karmanlari ham bor modelimizda. Ustki qismlarini ko'rsanglar, bemalol orqani yopib turadi. Vitrovkasini aytib o'tibman. Bular ko'rsanglar, yomg'irli sezonlarga ham mazza qilib kiyaverasizlar, yomg'ir o'tkazmaydi. O'zini ham alohida boshqa ko'ylaklar bilan, boshqa yubka koftalar bilan ham kiyaverasizlar. Qaranglar, orqalarini bemalol yopib turadigan modelda. Fasoni juda chiroyli ishlangan, mazza qilib kiyaverasizlar. Qaranglar, bularni mana bunaqa rasvetkasidan ham olib kelganmiz. Bu qismini ko'rsanglar bo'ladi. Ichki qismlari, mana bu koftichka qismi, yubka qismlari qora rangda ishlangan. Ustki qismlari shunaqangi seri variantda. Fasonni ko'rdinglar, qanaqangi chiroyli. Asosiysi yengil, yumshoq, sezonga mos mazza qilib kiyishlarni ko'rsatib o'taman. Yubkalarni ham ko'rsatib o'tamiz. Mana aytganimdek, yubkasini alohida, koftichkasini alohida, ustki qismlarini ham alohida xohlagan narsalar bilan o'zingizlarni borayotgan joylarga qarab, didillarga moslab kiyaverasizlar. Keyingi modelimizdan qaranglar, qanaqangi chiroyli. Bu variantimizdan men naryadni joylarga boradiganlarga tavsiya qilaman. Ko'proq naryadni joylarga zo'r tushib beradi. Ko'rsanglar, oldi qismlari shunaqangi beshikali variantda itoshlar bilan ishlangan. Zamokli modelimizda cho'nchiklari bor, yoqalari ko'rsanglar, stoyka yoqa, orqa qismlari bilan ko'rsatib o'taman. Qaranglar, bular oddiy emas, bachkana emas, har taraflama ideal darajada, asosiysi yumshoq, yengil, hamma joyda ko'rmaydigan modellarni ko'rsatib o'taman. Yubkalarni qaranglar, yubkalari ham kengina variantda, o'zingizlarni xohlagan joyga, xohlagan narsalar bilan kiyib ketaverasizlar. Keyingi modellarni ham qaranglar, qanaqa bir-biridan chiroyli, bir-birlaridan zo'rlarni ko'rsatib o'taman. Men bu modelni ham ko'rsataman. Qaranglar, yoqali variantda ishlangan, oldi qismlari xrustallar bilan bezatilgan. Bularni karmanlari ham bor modelimizda, qo'l qismlari majitli fasonda ishlangan. Mana yubkalari bilan qaranglar, qanaqangi ajoyiblarni ko'rsatib o'taman. Mazza qilib kiyasizlar. Hammasi ham bir-biridan chiroyli. Joy ham tanlamaydi, yosh ham tanlamaydi. Asosiysi sifatiga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Keyingi modelimizdan ko'rsatib o'taman. Qaranglar. Oldi qismlarda shunaqangi Adidas brendi bilan ishlangan sportivniy stilni yoqtiruvchilar uchun bu variant tavsiya qilaman. Fasoni risilzor, karmanlari ham bor modelimizda, yubkalari ham kengina, yon qismlari ham shunaqangi chiroyli variantda bir-biriga moslashtirilgan. Bularning razmerlarini o'zbek razmeriga o'girganimizda 46-razmerdan 56-razmergacha bemalol to'g'ri keladi. Narxlar bo'yicha pastdagi raqamlarga murojaat qilasizlar, hamma yilma ko'zni kutib qolamiz, kiyaverasizlar. Eng zo'rlari eng zo'rlar uchun.